Mindray Bas 8.5 avtomat analizatoriga glyukoza qanday kalibrovka qilinishini ko'rsatib beraman. Kalibrovka uchun biz kerakli jihozlar, kerakli reagentlar, kerakli qon namunalarini oldik. Endi qay tartibda kalibrovka qilinishini birin-ketin tushuntirib o'taman. Eslatib o'tmoqchiman, ushbu video reagent yo'riqnomalarini mustaqil o'qiy oladigan vrach laboratoriyamiz uchun. Xo'p, Cypress firmasining glyukoza reagenti. Xo'p. Cypress firmasiga tegishli glyukoza reagenti yo'riqnomaga asosan apparatimizga parametrlar kiritiladi. Reagentlarimiz va standartlarimiz tayyor. Yo'riqnomaga ko'ra ishni olib boramiz. Birinchi probirkamiz erkin sinama uchun, ikkinchi probirkamiz kalibrovka qilish uchun, uchinchi probirkamiz esa bemor namunasi uchun. Har bir probirkamizga 1 ml reagentlarni qo'shib chiqamiz. Birinchi probirkamiz erkin sinama, bu reagentga qarshi bo'lganligi uchun boshqa bunga hech qanaqa namuna qo'shilmaydi. Ikkinchi probirkamiz standart uchun va bunga 10 mikrolitr standart qo'shamiz. Uchinchi probirkamiz bemor namunasi uchun bunga ham 10 mikrolitr bemor namunasini qo'shamiz, ya'ni zardob qo'shamiz. Va xona haroratida 15 daqiqa yoki termostatda, ya'ni 37 gradusda 10 daqiqa inkubatsiya qilamiz. Kalibrovka qilish uchun kalibrovka qilmoqchi bo'lgan testimiz tanlab olinadi. Masalan, biz apparatdan glyukozani tanlab oldik va apparat majburiy suv ichilishini so'raydi dastlab. Ya'ni bu suv orqali nolga tenglashtirib oladi. Keyin esa reagentni o'qitamiz. Keyingi bosqichda esa standart solingan probirkamiz o'qitiladi kalibrovka qilish uchun. Kalibrovka tugmasi bosiladi va standart solingan probirka o'qitiladi. Kalibrovkamiz yakunlandi, uni saqlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va proba tugmasi bosiladi. Ana endi bemor qoni solingan probirkalar, bemor namunasi solingan probirkalar birin-ketin o'qitilishi mumkin. Natijamiz tayyor. Bemor tahlil natijasi 5 chiqdi. Barcha analizlar kalibrovkasini amalga oshirish ketma-ketligini ma'lum bir shablon ko'rinishiga keltirganman. Ushbu shablon orqali siz kalibrovkani mutlaqo qiynalmasdan oson amalga oshirishingiz mumkin. Ushbu shablonni qo'lga kiritish uchun kommentariyaga kalibrovka so'zini qoldiring.